Albatta qo'l massajidan boshlaymiz. Albatta. Oldin yumshatib, bo'yin qismlar, yelka qismlar, kureyni teylari, bular eng muhim tochkalar mana. Yumshatib olishimiz kerak. Mana o'shanda hijoma protsedurasi eng mukammal hisoblanadi. Bir marta qo'yilgan muolaja 5 protsedurani o'rnini bosadi. Qo'l massajidan, banishli massajdan tashqari vibra massaj qilinadi. Apparat yordamida massajda tanada vibratsiya bo'lgandan keyin qon aylanishi tezlashadi, nuqtalarni ishlashi yaxshi bo'ladi. Tashqariga harom qonni chiqishi yaxshi bo'lib beradi. Hijomaning mukammalligi shunda. Patsientimizda doimiy bosh og'riq, doimiy davleniya dori ichish, bitta banka 10 ta nuqtaga 10 ta kasallikka javob beradi. Quloqda shum, bosh og'riq